Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Steve bilan. Bugundan boshlab Steve bilan birgalikda Creative modni va boshqa modlar qo'shilgan bu yerga o'shalarni o'rganib chiqamiz. Creative modni ko'pchilik o'zbek tilida qidiradi, lekin uni topa olmaydi. Chunki ko'p manbalarda inglizcha, ruscha bor, lekin o'zbekcha juda ham kam. Shuning uchun bugundan boshlab sizlar bilan bizlar o'zbek tilida Creative modni o'rganamiz. Qani ketdik. Xo'sh, ot. Kerak bo'lib qoladi. Xo'sh do'stlar, mana birinchi modimiz bu yerda xo'sh, mevali modimiz qo'shgan edik. Meva, oziq-ovqat, har xil narsalar bor bu yerda mana. Bu qulupnay ekan, men tushunishimcha. Buni ham buzamiz. Xo'sh, olamiz. Bu yerda mevali daraxtlar bor, keyin har xil narsalar bor. Ularni sinab ko'ramiz. Qaraychi, buni oziq-ovqat sifatida olib qo'ysak bo'ladi. Endi birinchi o'rinda har doim daraxt kesishimiz kerak. Daraxt chopamiz. Nima gaplar o'zi do'stlar? Hamma ishi yaxshimi? Oila tinchmi? Birinchi daraxt kesamiz, undan keyin xo'sh, o'zimizga asaxalar yasashimiz kerak. Hozircha daraxtdan yasab turamiz, keyin mana bu yerda kon bor ekan. Uni begam tushib ko'ramiz. Konni ham kerak narsalar ko'p. Ularni bitta-bitta tushuntiramiz. Bu video hali davom bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab, like, comment bosib turasizlar. Agar bironta maslahatlaring yoki qiziqishlaring bo'lsa, kommentga yozsalaring, keyingi videolarda shunga o'xshash narsalar chiqarishim mumkin. Xo'sh, mana daraxtga ulab oldik. Buni olamiz dog'in. Hammasini bunday qilamiz. Crafting table yasaymiz. Xo'sh, table'ni biz mana yerga qo'yib turak. Xo'sh, tayoqcha yasab bunday qilib olamiz. Bu yerdan kirka yasaymiz. Bizga kirka kerak bo'ladi. Vaqtinchaga. Hozircha shu ham bo'lib turadi. Sindirib olaylik. Biz hozir tosh kovlaymiz. Mana bu yerda shaxta bor ekan. Tosh kovlaymiz. Mana bu narsa ham juda ham kerakli narsa bo'ladi. Bu yerda konda. Bu narsa bizda mis deyiladi. Endi o'zbek tili. Inglizchasi hozir keyin olsak ko'rsataman, lekin bu o'zbek tiliga ayrilsak mis hosil bo'ladi. Bundan turib va shunga o'xshash narsalar yasasa bo'ladi misdan. Ko'p narsa yasasa bo'ladi. Ham kerakli narsa Minecraft Creative modda. Xo'sh, mana kirka yasab olamiz endi bundan toshli. Yapamiz. Bizdan toshli kirka yasaymiz. Keyin yana tayoqcha yasashimiz kerak ekan. Ikki top qo'ygan. Tabii kerak bo'lyapti. Keyin bunday qilib bolta yasab olamiz. Qilich ham yasab olgan. Endi konga ketyapmiz, kerak bo'lib qolishi mumkin. O'tin qo'yib beramiz keyinchalik. Xo'sh. Sindirib olamiz. Xo'sh, mana sizlarga aytgan bu ko'karib qoldi. Bilmayman nimaga bo'lsa sariq edi. Olgazdek mana shunaqa narsa bo'lar, mana chekada chiqyapti, mis. O bu yerda temir. Oy, creeper. Xo'sh. Mashina. Hayda. Eng yomon ko'rgan hayvonim. Mana temir kovlab keyin ketamiz. Keyinchalik birani shunga o'xshash yasagandan keyin qaytamiz uyga. Hoppa, qoch creeper kelyapti. Qochamiz ko'chib berdi. Bizga kerak narsa hozircha yo'q. Xo'sh, yana bizlarda nimalar bor? Yana o'tin kovlashimiz kerak. Bizga juda ham ko'p o'tin kerak. Birinchi o'rinda uy qurib olishimiz kerak hali. Xo'sh. Hozircha klaviaturamiz ozroq nosoz, shuning uchun sal qotishlar bo'lishi mumkin. E'tibor bermaysizlar. Yaqinda yana yangi klaviatura olaman. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'sh, ketdik. Yana daraxt chopamiz. Do'stlar, hozircha videoni to'xtatib turaman. Videoni to'xtatamiz, keraksa daraxt chopib bo'lgandan keyin yana davom etamiz. Xo'sh, mana do'stlar, bizlar daraxtlar kovlab oldik. Mana 4 stak daraxt, ozroq tosh ham kovladim, 2 stak.
O'sha bu yerda qo'ylar bor ekan. O yaxshi. Qo'ylarni hozir endi o'ldiramiz. Bor. Bakki. Mana yemish ham bo'ldi. Yana emasmiz endi. Ha, xo'sh yaxshi. Aytdim yana bitta bor ekan. Uni ham o'ldirib qo'ya qolamiz. Bakki. Ha. Yaxshi ketdik. Bizlar shaderga baho berasizlar mana. Qanday go'zal shader. Ismol chiroyli. Bu yerda tagimiz shaxta bor edi-ku. O'sha shaxta garajisi. Endi qaydan uy do'stlar? Bizlarda yana anavi bor. Nima desam, xaritamiz bor. Bular bunaqa modam o'rnatganman. Qayerdan nima qildi? Bu yerda botqoqlik bor ekan. Yaxshi. Qayerdan nima qilsak bo'ladi? Mana shu yerlardan quramiz. Qisqasi. Xo'sh. Shu yoqmidi? Mana shu qarab yuramiz ekan. Ketdi, sayohatga chiqamiz do'stlar. Endi uy qurishimiz kerak. Yaxshi uy qurib olsak, zo'r bo'lib ketadi. Oy, bu yerda ko'mir. Biz do'stlar ko'mir ham topdik, qaranglar. O'zi omadli bo'laman-da men, bilasizlar-ku. Ko'mir bizga juda ham kerak bo'ladi-da o'zi. Fakir, makir, shunga shu narsalar yasaymiz. Juda ham kerakli narsa bu ham. Bizamiz. Chiq tepaga. Chiqmayman deydi-ku. Qanaqa xavotir olish kerak. Voy, meva bor ekan, qulupnik ham menimcha bu yerda. Xo'sh. Boya qulupnik deyapsam bu. Ana bilmayman. Xo'sh, ketdik yana. Biz yo'lda davom etamiz. Yaqinlashib qopmiz. Bu yerda ham kon bor ekan. No, yaxshi, kon bo'lgani zo'r. Lekin konda nima bo'ladi? Albatta zombi bo'ladi. Yaxshi. Mana bu narsalar, jo'ralar, do'stlar, qarshi bu narsalar bizga kerak bo'lib qoladi. Buni tosh bilan chopib bo'lmaydi ekan. Mayli. Zombi kelayotgandek o'ylab menga. Kon ko'p ekan bu yerda do'stlar. O, mevali daraxt topdik. Bu do'stlar mevali daraxt bo'ladi. Buni ham chopib olamiz. Sizlarga video boshlariga aytgan bo'lishim kerak. Mevali daraxt modini o'rnatganmiz. Daraxtni yaxshi. Biz do'stlar bu yerda mevali bog' ham qilamiz. Bog' yaratamiz. Och zombi kelyapti. Yeydi hozir meni, yeydi bu. Bu ananas ili mango qo'y kerak bo'ladi. Bu orange. Orange qanaqa meva edi? Kommentga yozib qo'yinglar. Inglizchani uncha tushunmayman. Хорошо. Xo'sh, buni inventarga solamiz. Vardi daraxtni anaqa yog'och qilib olamiz. Ok, mana. Bizlar uyimizda anaqa poy devorini toshdan qilamiz. Juda qotyaptimi? Minecraft qotyapti nimagadir menda. Xo'sh. Shundan uy qursak bo'ladi menimcha. Qornimiz och qolibdi, hozir ovqat yeb olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Do'stlar, hozircha korobka uy qurib turaylik. Keyinchalik bu uyda anaqa qilamiz. 10 ta bo'ldimi? 2 3 4 5 6 7 8 9.
9 ekan. 10 ta bo'ldi. 1 2 3 bizada keyin mana bunaqa modam bor. Bu qanday nima bo'ldi desalaringiz, klaviaturam qotib qolyapti. Bunday qo'yiladigan. Bu yoqqa 3 ta qo'ydik, 4 5 bo'ldi. 6 7 8 9 8 8 ta. Mana 8 ta qoldi. 9 10 mana 10 ta devor qurildi. Quruq. Bu biz uy qurishimiz kerak bu narsa. Mana 6 ta 7 8 9 10 ta. Mana bo'ldi. 10 ta blok tayyor. Yana 6 ta. Nechta bo'lib ketdi? 6 10 bitta bo'lib ketdimi? 11 10 ga 10 bo'ldi-da, 10 ga 11 bo'ldi. Endi bizada yana mana bu narsa bor. Bu narsani bizlar mana bu pul yordamida qilamiz. Pul qoqishga yordamlashadi bu narsa. Shunday. Uncha katta uzoq olmayapti-da. Yaxshi. Mana. Xo'sh. Bu yerda, bu yerda. Ne qo'yamiz? Bo'ldi. Bundan normal qilib qo'yamiz. Bizda do'stlar urug'lar ham paydo bo'lyapti. Xo'sh, endi bizlar devon toshdan qilganmiz yaxshimi, o'tindanmi? Birinchi o'rinda devor ikkita. Chunki hozir agar zombi kelib qolsa, bizlarda yetishga oson bo'ladi. Qornimiz och, tez yugura olmaymiz. Endi yaxshi. Ancha. Taxtadan qilamiz do'stlar. Toshdan. Taxtadan qilaylik, taxtamiz ko'p, to'g'rimi? Derazali qilamiz. 1 2 2 2 do'stlar. Bo'ldi. Mana, xo'sh. Bizlarda qayerda, mana bu yerda to'g'ri, eshikdan chiqsak, bizda plyaj bor edi. Endi shu plyajga borib, qum olib kelsak, bizlar chorva mollarimiz o'zimiz bilan birga. Ularga ham joy qilib boqamiz. Bizda 3 ta, 6 ta edi, bitta derazaga. 12 ta, 15 ta. Ko'rishimiz kerak. Endi hozir pechka yasaymiz. Qumni qaranglar. Oyna qanday yasash endi oramizda bilmaganlar bor, endi yangi bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Qarang, mana bu kirib